Sizlar uchun Swiss S07 7 kishilik avtomobilimiz. Hamyonbop 7 kishilik avtomobil. Buni narxiga javob beraman. 7 kishilik avtomobil yo'q boshqa brendda. Avtomobilimiz 1,5 turbinaga 156 ot kuchi, 6 pog'onali robot korobka bo'ladi avtomobilimizda. Salon qismlari juda ham chiroyli ishlangan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu iminna o'rindig'ida jildirish, to'g'irlash, bu yerda panorama, голосовое управление, 360 gradus kamera, katta monitorlari bor, podsvetkalari bor salonda. Buni ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz 7 kishilik, aytib o'tganimdek, ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobilimizda tashqarida oq qizil salonligi ham bor. Xohlasanglar qoraga qizil salon ham qilib beramiz. Gabaritlari katta, rasxodlari 7-8 litr. Narxi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada narx degan so'z qoldiringlar. Ikki xil pozitsiyada bo'ladi. Narxlarni aytib o'taman. Bu yerda podsvetkalari ham bor. Oldidan ligi ham o'xshashib ketadi. Buni keyin S09 varianti bor. Xohlasanglar buni ham obzor qilamiz.